sizdan 500 so'mdan Mana ko'chirsa Ravshanbek- svejiy holatda. Mana shu teralar 500 so'mdan tortib mana 3000 so'mgacha qilib beramiz. Rostdan shunaqami? Mana 500 so'mdan olsin mana. Svejiy holatda, poliyani o'zidan. Svejiy holatda. Xudo Ya, xolasa qo'ydi. terani mana tolalargacha chiqyapti. Sorti qanaqa endi aka buni? Sorti ko'k, yangi chiqqan shisha terida. Mana tomirigacha ko'rsin, mana maxsus traktorimizda ishlayapmiz. Yangichasi kelgan terayimizda. Yangichasi mana tomirlar. Endi 5 so'mlik qaysi deganlarga qani 5 yuqoriga so'mligi qarab turib mana o'zgaraveradi. 5 Ko'rsating aka. 5 so'mdan 1000 so'mgacha. Mana yaqinroq ko'rsatib Mana beramiz. 3000 so'mdan. Aha, 3000 so'mdan. Bular nech pul qilib Endi beradi? sarturobga qilsak arzonroq ham qilib beramiz. Qilib Mana beraveradi. holatiga qarab, hozir bitta adashmovchilik bo'ladi. Mana shular 3,5 ming so'mdan dastlabki qilib beramiz. Mana tomirlargacha. Lekin Ravshanbekdan oldim desa, Ravshanbekdan qanalardan oldim kelishtirib desa, beriladi aka. kelishtirib bonusini ham tashlab beramiz. Bonus yana Faqat oshiqcha qo'shib Ravshanbekdan beradi. oldim desa bo'ldi. Bo'ldi. Dastlabkani qilib beraylik 12 ta viloyatga. Aka, qanaqa beramiz, xudo bo'ladi? xohlasa. Nechta olasiz? 1000 ta olsa oshiqchasi bilan tashlab beramiz bonusi bilan. Ekib bering desachi. Ekib ham beramiz. Ekib ham beriladi. Hech menga xizmat bermasa bitta o'g'il bola boraman, ekib bergan o'g'il bolaga bersa hisob. Bo'ldi. Lekin foydasini o'yi sanab olaverasiz. Shunaqa optim teraylar sotiladigan joyga kelganmiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsangiz chiroyli qilib Akmalxon akam qilib beradilar.